Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Perverdigari Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdü sanalar olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'ın salami ve rahmeti olsun. Bugün Muaviye radıyallahu anhu'nun tarixidin, tercümalının en ahırkı dersini okup tüktümüz. Bugün en ahırkı derste Celaluddin Suyuti rahmetullahi aleyh Hazreti Muaviye radıyallahu anhu zaman iste bu adamdaki hilafet devri 20 yıl. 20 yıl jarayonida ölüp ketgan meşhurlarniki qisqacha bir tercümalını bizga tanıştırmoqchi bo'lyapti. Hazrat Muaviye davrida ölüp ketgan eng meşhurlardan Safvan ibn Umayya radhiyallahu anhu. Safvan o'zini aytdi, Alloh taoloning hidoyatiga erishgan taleylik sahoba. Bu kishi payg'ambarimiz Makka fathisiga borgan vaqtida qochib ketgan. Bununki bir o'zinki janjigar bir do'sti bo'lib, Umayr ibn Vahb degan sahoba. Bu kishi eminlik, panolik berib Rasulullohning huzuriga elib kelgan. Elib kelgandan keyin bu odam Rasulullohdan azroq bir ta'sirlanib, ya'ni musulmon bo'lmagan bir oz, ya'ni lekin ta'sirlangan. Payg'ambarimiz Toyib urushida bu odamdan nurg'un qurol yarog' oriyat olgan. Shundan keyin bu odam Hunayn g'azosidan keyin musulmon bo'lib Mekke'de şu Muaviye'ninki devirde 41. Hicriye şu vakti ölüp ketken ekan. Efsus dadısı Umeyr ibn Halef Peygamberimizinki kolunda öldürülgen, kafir etti. İkincisi Hafsa bint Ömer ibn Hattab radıyallahu anh. Peygamberimizin sevimli ayali Hafsa radıyallahu anh'a Resulullah'ın en büyük sahabelerden Ömer ibn Hattab'ın kızı. Bu ayal burun başka bir toy kılgan Haneset ibn Huzafat Sahmi degan kishiga. Onun keyinde Peygamberimiz eri ölüp ketgandan keyin Peygamberimiz ağan. Çünkü bu ayolniki eri Uhud g'azotida bir yaralanıp şu yaralanish jarayonida keyingi mezgilda hayotidan ayrilgan. Bu sevimli vafodor onamizmi Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ayati yaxshi zo'r xizmatlarni qilgan Umar ibn Xattobning eng cho'ng bolalasi bo'ladi. Bu ayolmi hamda Hazrat Muaviye'ninki zamonida Hijriya 41-yili Medine'de alemde ötken. Ondan başka meşhurlardan Peygamberimizin yeni bir söyümlük Ümmü Habibe ismi Remle. Bu adır bizim şu tercümanını okuyan Muaviye'ninki acisi oldu. Ebu Süfyan'ninki kızı. Bu ayolmu desepti Müslüman bulup Habeşistan'a hicret kılgan. Habeşistan'da yeri Ubeydullah ibn Cahş degan kishi şayet ölüp ketken degan rivayetim var veya ki şayet Hristiyan diniga kirip ketken degan rivayetim var. Allahu alem. Keyin yo'lda o'lib ketgandan so'ng Habeşistan'daki padişahı Neccaşi'ga elçi etish orqali Peygamber sallallohu alayhi vasallam Hijriyaniki 7-yili bu ayoldan to'y qilgan. Rasululloh bilan to'y qilgan vaqtida yashi 36 yosh. Bu ayolning islom ko'rsatgan tuhfatlari nihoyatda zo'r. Shu dadasining mushrik vaqtida dadasimi voz kechgan Rasulullohning hurmati uchun dadasiga bunday ta'tir qargan, nihoyat vafodor, ko'mchan, İslami mehr muhabbet nefretine ait aydın iniq bo'lgan onamizning biri. Bu ayolniki güzel bir xislatlardan ölüp ketgan vaqtida o'zinki bir necha Rasulullohning bir qism ayollarni chaqirib, hamda shu biz Peygamberimizdeki ayollari bir nechimiz hamda bu kundashlik sababdan biroz yerginish, biroz avvallar yomon avvallar bo'lib turdi ekan. Biroz ulab ketinglar deb bu ayollardan kechirim so'ragan. Bu ayol Ayşe'den, Ummu Selme'den qatorliq ayollardan. Buningda bu ayolniki nihoyatda ko'ngil qoni nihoyatda kang, nafs nihoyatda yo'ruq, ro'y nihoyat suzuk bir ayol kelib chiqdi. Uningdan boshqa mashhurlardan bu davrda o'lib ketgan Peygamberimizning yana bir sevimli vafodor ayoli Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Bu Huyay ibn Akhtab degan Peygamberimizning uch ko'rgan bir Yahudi. Lekin Peygamberimiz Xaybar g'azotida qatnashgan vaqtida Xaybar g'azotida Yahudilarni asosan yengib, mush esirlar ichida Safiyaning birga esirga olgan. Peygamberimiz bu ayolga ya islom dinini qabul qiling yoki o'zingizning dinni qabul qiling, ixtiyorlik sizda. Agar islomni qabul qilsangiz men sizni olay, agar o'z diningizni qilib qolsangiz men sizni ozod qilib o'tay, qo'yib beray, o'zingizning oilasiga, qavmingizga berib shular bilan birga yashang degan. Lekin bu ayol ya Rasululloh men islomni shundoq men yaxshi ko'raman degandan keyin Peygamberimiz so'yinib bu ayolni o'z amriga kelib to'y qilgan. Peygamberimiz bu orqali hamda Yahudilar bilan bo'lgan munosabatni yaqinlashtirish maqsad qilingan deydi tarixchilar. Bu ayol shundoqla yana
Harun aleyhisselamga tutuşudu. Harun aleyhisselamga tutuşudu nesebi. Harun aleyhisselam arkalık yani Yakup aleyhisselamga, Yusuf aleyhisselamga tutuşudu da bu ayolniki nesebi. Yakup aleyhisselamga tutuşudu. Bu ayol peygamberimiz nayet yaxşı gördüğün, nayet vafadar, nayet söyümlük anımızdan biri. Peygamberimiz ölüp gittiği vaxtida Resulullah'a aytti. Telmirip, ya Resulullah, sizin oğullardı, mən ölüp ketsem bulmamdı, sizlik düşken kesel mən uçusu bulmam deyip, şuna dese, Peygamberimizin qağa ayalları bir-birini köz tutuşup, bir xil, bu gibidin bir xil biyaram boğan, nemi deydi mağludu, degendek. Peygamberimiz derhal ağzanlı çayqanla degen. Nemiş qağa degen vaxtda siz mağludu, mazaq qıldığını mağludu olanı. Bunun degen gep ras, haqiqi samimi gep qılıvatıdı degen. Bu ayolmu Muaviyaniki zamanı Hicriye 50-ci dünyadan ötken Baqi qabristonliqda qabrisi bor. Bundan başqa məşhurlardan Peygamberimizin yana bir söyümlük ayollardan Meymuna radhiyallahu anha. Meymuna radhiyallahu anha niki ağaçını Peygamberimizin tağısı Abbas ibn Abdülmuttalib alğan. Bu işkeyle yana baca. Bu ayolmu şu Muaviye zamanında ölüp ketken bulup Hicriye'ninki 51-ci. Bu ayolniki qabrisi biz Mekke manğa vaqtımızda, Medine'den Mekke qarab manğa vaqtida o'ng qo'l tarafda bir ömür mescid deymiz, shu yerga yaqin qolgan vaqtida bir oq bir qabr bor, kichikna belgi qilingan. Shu yerda qabrisi shu yerda. Bu ayolning qiziqishi shu o'lib ketgan joyning o'zida nikohi o'qilgan, shu joyning o'zida yana o'lib ketgan. Bu ayolning yana o'lib ketgan o'rni bilan nikoh qilingan o'rni, Rasululloh nikoh qilingan o'rni o'xshash bir o'rni bo'lgan. Bu bir ajoyibotlarning biri. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhurlardan Sevde bint Zem'a. Bu mu Peygamberimizdeki ayali. Yani Hadice radhiyallahu anha ölüp ketkendikin ağan asas tunca ayalımış o. Yani Resulullah'ın ikinci ayalı buludu. Bu Sevde annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen şu Medine kilişten burun, hicretten burun toy kıygan. Toy kılıp iş çoğurak ayal. Ayşe annemizin toy kıygan vaxtıda Peygamberimiz özünki nöbet gününe Ayşe'ye ötünep bergen. Bu ayalımın ayeti köp İslam'a to'yib qo'shgan anlarımızdaki biri. Bu ayalımı Muaviye devrde ölüp ketken değildi. Bazen Ömer ibn Hattab devrde ölüp ketken değildi. Vallahu alem. Ondan başka bu devrde ölüp ketken meşhurlardan Cüveyriye. Bu anımız mı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki söyümlük ayallarının biri. Bu Beni Mustalak gazete esirge elip şu vaxtada bu ayalda Peygamberimiz toy kıygan. Bu ayalınki dazısımı şu Mustalak kabilesindeki bir bege çoğun oğlu demde. Bu arkalık hem şu kabileninki bir kalbin utuş maksat kılıngan boz gerek. Allahu alem. Biz bu Medine'de ölüp gitip şu Baqi qabristonliq deb kılıngan Hicriye'ninki 56-cı yılı. Ondan başka Muaviye devrde ölüp ketken Hicriye'nin 58-ci yılı. Miladiye 678-ci yılı ölüp ketken yani bir ayol var. Bu ayol Peygamberimizdeki hayatıdan ait Resulullah'a bir muhabbet ata kılgan bir ayol. O bosma Ayşe bint Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anha. Peygamberimiz dadısını yaxşı görgen, bu kızının ayeti yaxşı görgen. Peygamberimizdeki birden bir kızı algan ayalı. En küçük algan bir ayalı bu. Bu anımızdaki tarihini okuş için Hazreti Ayşe degen Uyghur tilinde yazılgan Hindistanlık bir alimdeki kitabı var. Şu kitap müracaat kırsanlarına ait buludu. Bu ayalma Hicriye 58-ci yılı Hazreti Muaviye'ninki zamanında alimden ötken. Bu anımızdaki hayatını bilmek olsak şu kitap müracaat kılaylı. Bu anımızdaki hayatın ait nurgun vaqaliklarga to'lgan. Mayli siyosiy nuqtadan, mayli aqida nuqtasidan, mayli axloq nuqtasidan birdan bir tavsiya qilaman shu kitobni o'qishga. Bundan boshqa o'lib ketgan mashhurlardan shu Taiflik Lubayd degan bir shoir. Bu shoirmi shu Muaviye radhiyallahu anhu zamonida o'lib ketgan. Lubaydniki jahiliyat davrida va islomiyat mezgillarida yozgan nurg'un klassik she'rlari bor. Ondan başqa Muaviye devrde ölüp ketken meşhur zatlardan Osman ibn Talha degan sahabe. Bu sahabeninki dadisi Talha ibn Abi Talha Uhud urushida kafir bit o'ltirilgan. Chunki bular Qurayshlarniki shu jangdagi urushdagi bayroqni tutadigan bayroqlar, jangovar bir jamoat, oila. Bu Osman degan bu kishi ham Osman ibn Talha Hijriyaniki 41-yili Muaviye devrida o'lib ketgan. Peygamber İsa'da Mekke fethisi bo'lgan vaqtida Mekke fetih bo'lib, Mekkening Kabe'ninki ochqichini Osmonga topshirgan. Osmonga topshirib turib, "Qo'cham, senda bo'ladi qiyomat kungacha, senda faqat zolimlar ilib oladi" degan.
Osmanlı'daki cemiyatida hozirga qadar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam topshirgan davrdan tortib ta bugunga qadar Kabe'ning ochquchi shu Osmanlı'daki oilasida. Hozir mesela Kabe'ni ichib kirmoqchi bo'lsa, shu jamiyat shu oiladan ruxsat so'rab, ondan shu ichmagandan so'ng ondan Kabe kiralaydi. Bundan boshqa Muaviya davrida o'lib ketgan mashhurlardan Umar ibn As, bu nayt mashhur, nayt aqlliq, nayt zaki, nayt siyosiy qo'mondan bir sahoba. İslamiyatdan burun nayt nurg'un tijorat bilan Shamga, Yamanga, Misrga, Habasistonga, bugungi Etiopiya, Eritreyaga keldi. Shu yerga berib, shu yerning podshohlari bilan do'ston aloqani qilishib, hatto necha qitim Rasulullohga qarshi kafir vaqtida urush qilib, nurg'un o'zining hayotida ham tijoriy ham siyosiy tarixi o'tgan bir sahoba. Bu kishimi keyingi mezgillarda Xolid ibn Valid bilan bayatimizga ibn Osmon ibn Talha bu uchaylan nurg'un paranglarni qilishib, Kabe'ning oldida bo'ldi keyin Makkada. Rasulullohning qishig'iga kelib, Rasulullohga bayat qilib, Rasulullohning oldida musulmon bo'lgan buyuk jangovar sahobalar. İslam tarixida men xaliflar tarixida bo'lsin, men Rasululloh davrida bo'lsin, nurg'un amal tutgan, amir bo'lgan, nurg'un urushlarga bosh bo'lgan. Eng oxirida shu Misrda Muaviyaniki davrida shu Misrniki bosh valisi bo'lib, shu davrda Hijriyaniki 47 ya 45 mush mezgilida Misrda o'lib ketgan. Bu ondan boshqa shu jahiliyatning ati cho'ng savdogar, shu Shamliga, Yamanliga, shu Makkadan ter olib berib, ter satilgan yemiş, ondan anjir, qatorliq narsalarni ilib setib, atir, shu tijoratlarni qildigan bir buyuk cho'ng savdogar bu. Bu odamning hayoti nihoyat zo'r, hikmatliga to'lgan, islomga ko'p tuhfalarni qo'shgan. Shu Rim imperiyasi bilan urush qilishda ko'rsatgan tuhfalar nihoyat zo'r. Sham diyorida, Misr diyorida, Iskandariya, shu shaharlarniki fath ishlarida, hatto Sudan mush taraflarga nihoyat zo'r o'zining tuhfasini qo'shgan. Bu odamning qabrisi Misrda. İmam Şafii'ninki qabrisiga yaqin deyildi, Allohu a'lam. Ondan başqa Abdullah ibn Salam bu kishimi Yusuf alayhissalomning avlodidir. Payg'ambarimiz Madinaga kelgan vaqtida tunji bo'lib musulmon bo'lgan Yahudilarning katta olimlaridir. Bu kishimi shu Hazrat Muaviya davrida o'lib ketgan. Muhammad ibn Maslama bu kishimi Muaviyaning davrida o'lib ketgan bo'lib, bu kishimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan asosiy hamma urushlarga qatnashgan, Misrning ishg'oliyat va harakatlariga qatnashgan buyuk sahobalardir, Ansari sahoba. Abu Musa al-Ashari bu kishimi Muaviya davrida o'lib ketgan bo'lib, bu kishining islom qo'shgan tuhfatlari nihoyat zo'r. Xaybar g'azoti bo'lgan vaqtida o'zining qabilasini elib Rasulullohning huzuriga kelgan bu kishimi. Uning oxirgi hayoti shu Iroqda, Kufada o'lib ketgan. Abul Hasan Ashari degan hozirgi Ashari aqidasidagi aqidaning peshvosi bo'lgan Abul Hasan Ashari, shu Abu Musa Asharininki çevirlerden bo'ladi hamda. Shu cho'ng bo'z bo'ladi Abu Musa Ashari. Ibn Sabit, bu adam nihoyat katta buyuk alloma. Bu Yahudi tilini, nurg'un tillarni o'rgangan, Yahudi tilini bir necha kunda kuchab tuqqanmaylam o'rganib bo'lgan. Bütün qarilarning ustozi, shayxi bo'ladi, Madinaning muftisi. O'zi yeshining kishiligiga bakmay, ilmda nihoyat to'shqan sahobalarning biri. Qur'onni to'plash ishlari mushadamning qo'lida ro'yobga chiqqan. Bu kishimi Hazrati Muaviyaning zamonida dunyodan ketgan. Shu o'lib ketgan vaqtida Abdullah ibn Abbas shuna degan ekan. Bugun nihoyat zo'r, ko'p o'lim dunyodan ketdi deb shunaq. Nihoyat qayg'urgan holatda shu so'zni qilgan ekan. Abu Bakra bu kishimi Abu Bakra emas, Abu Bakra bu o'zi Toiflik Saqif qabilasidan islomni qabul qilgandan keyin bu odam o'zini Payg'ambarimizning ozodgarchisi deb atagan. Rasululloh bilan bir faxrlanib, shu Toif urushida shu Sepilning to'pidan bir tanidek bir narsaga mada eslib tushib, Payg'ambarimiz tarafga qaytilgan, o'zining qavmini tashlab. Ka'b ibn Aslam, Ka'b ibn Malik bu kishinin ayetli mashhur sahobalardan Hijriya 50-yilda o'lib ketgan. Bu adamning ayet mashhur qissasi va u bo'lsin nima degan vaqtda Tabuk g'azotida qatnashmagan 3 sahoba bor. Shuninki biri Ka'b ibn Malik, bu kishi o'zi Ansari sahobalarning biri. Bu uchalariniki tövbesini qabul qilib Qur'oni Karimda oyat tushgan sahobalar.
Hem de Muğiret ibn Şuabe. Biz aldığımı dep öttük. Özü Sakif kabilesindeki Taiflik adam. Bu kişimi şu Hendek uruşida Müslüman bulup gelgen. Biz burunqi dersi degende hem de sahabalarning içinde bütün Araplarning içinde Arapning eng zekisi deb nom berilgan bir kishi. Bu kishi Muaviyaning zamonida shu Iroqda, ya'ni Kufada shu yerda o'lib ketgan mashhur aqlliq, notiq, nurg'un amal tutgan sahoba. Undan boshqa Jarirul Bajali degan bir sahoba. Bu kishi Payg'ambarimizning huzuriga o'zi kelib, Hijriyaning 9-yili Rasulullahning huzurida musulmon bo'lgan. Payg'ambarimiz bu odamni ko'rgandan ayet bir xil hayron qilib, havas qilgan undaq bir buyuk sahobalarning biri. Çünkü bu adam nihayet yoğan, nihayet igiz bir adam ekan-da. Ondan başqa Abu Ayyub el-Ansari, Abu Ayyub el-Ansari ismi Halid ibn Zeyd. Hijriya 52-yil o'lib ketgan. İstanbulda o'lib ketgan, İstanbul Konstantiniyya Konstantinni qurshab olgan vaqtida Muaviyaning zamonida o'lib ketgan. Bu kishiniki dardisi nihoyat yuqori, fazilati yuqori sahoba. Peygamberimizni o'zida mehmon qilgan, Peygamberimizni kutib olgan, Rasulullahga qo'sh qo'llab o'zini sungan sahoba bu. Hozir Madinaga kelsak, shu Peygamberimizning qabrini ziyorat qilsak, shu masjidning o'rni Rasulullahning shu qabri suvaqiza taraflar, shu zotning uyi. Hozirgacha bu odamga ajr berilib turayotgan buyuk ta'lilik sahobalar. İmran ibn Husayn degan sahoba, bu kishi Hijriya 7-yil musulmon bo'lgan. Bu kishi shu Muaviyaning davrida o'lib ketgan mashhur sahobalarning biri. O'zi Ansari, Hazraj yoki muhojir emas. Undan boshqa eng mashhurlardan Said ibn Zayd. Bu kishi jannat bilan bishorat bilgan 10 sahoba va shuning ichida shu Said ibn Zayd degan sahoba bor bu odam. Bu kishi burun musulmon bo'lgan, shu hijratga qatnashgan sahobalarning biri. Chunki bu odamning dadisi Ömür ibn Hattab'daki tavsiye oldu Zeyd. Bu kişi cinayette ibadet kılmay, bir ilah ibadet kılıp ölüp ketken, Hanefiye, doğru akidedeki İbrahim Aleyhisselam'ın yolu da ölüp ketken adamların biri. Ondan başka Abu Qatadat el-Ansari, bu kişi Ansari sahabalardan, bu kişi Hicriye'nin 54-yili Muaviye'nin devrinde ölüp ketken. Bu kişi Peygamberimizden boğa uruşunun hemmesiga qatnaşkan umumen. Bo'lib shu keyingi davrlarda shu Fars urushlarida ko'p töhfa qo'shgan sahobalarning biri. Boshqa Fazalat ibn Ubayd degan sahoba ham qozi. Bu kishi shu Ansarlarning Aws qabilasidan. Bu kishi nurg'un töhfalarni qo'shgan. Bu kishi Muaviyaning davrida o'lib ketgan sahoba. Fazalini hem de şu Demişk'te ölüp gitken değildi o Hicri 53-yili Muaviyaning zamanında. En meşhurlardan yani Abdurrahman ibn Ebu Bekir Es-Siddiq Ayşe'nin inisi. Bu kişi şu devirde ölüp gitken değildi. Bu kişi hem de Muaviyaga en karşı çıkan. Muaviyaning o'ziga emas, Muaviyaning o'zining o'g'li Yazidni valiahd qilgan vaqtida bir saylam veya ki bunda maslahat tuzilmasi bilan eng salohiyatli odamni saylaymiz, tanlash orqali deb bu odam birdan bir qarshi chiqqan bunda aktiv o'qituvchilarning biri. Bu qarshilikni ifodalaganki Muaviya 100 ming dirham pul avatgan ko'ngli tulaydi. 100 ming dirham pulni etib bu odam. Etib men dinimni dunyoga sotmayman degan. Bayr ibn Mut'im bu kishi Peygamberimizningki Aybdan kelgan vaqtida Rasululloh panolik bergan Mutam ibn Adi deganniki bolasi bo'ldi bu kishi. Alloh dadasining nihoyatda bek hurmatini qilgan, kafir o'lib ketgan bo'lsa-mu, o'lib ketgandan keyin Muaviya davrida o'lib ketgan eng mashhurlardan ya'ni Usama ibn Zayd. Bu Peygamberimizningki bequvog'in bolasi Zayd ibn Harisning o'g'li. Bu kishiningki sifati Peygamberimizning do'stining dadasining do'sti, o'zim do'sti deb sifatlangan. Sonrasında Ayman Peygamberimizni bekir çoğun qilgan Resulullah'nın inikanısı oldu. 18 yaş vaqtida Peygamberimizning oxirgi mezgillarida Rim bilan bo'lgan urushda bütün sahobalarga qo'mondon bo'lib, emir bo'lib Rimga urush qilib olgan. Hozirgi Iordaniyaga urush qilib olgan sahoba. Savban bu kishi Peygamberimizning
o'zi ozodkor desa Rasululloh o'zi setilib ozod qilgan qul sahoba. Bu kishi hamda shu Hijriy 54-yili Hazrat Muaviyaning xilofat davrida olamdan o'tgan sahoba. Ondan başqa Ömer ibn Hazm bu kishi Muaviya davrida o'lib ketgan bo'lib, Ansari sahoba. Payg'ambarimizning bunda safarlari, diplomatik bunda elchilari bo'lgan sahoba. Turlik ayni vaqtga shu islom davlatining sirtidagi podsholarga belgilagan kishidan bunda safar konsul qilib avatgan sahoba. Ondan başqa Hasan ibn Sabit, o'zi Ansari sahobalardan, o'zi Ansarlarning Xazraj qabilasidan. Bu kishi nəhayət məşhur, biri uzun ömür ko'rgan, yana biri payg'ambarimizning nəhayət büyük adib shoiri. Arab adabiyotida nəhayət simvolluq, nupuzluq sanıldıgan adiblarning biri. Cahiliyet davrida nəhayət nurg'un podsholarni maqtagan, masalan shu Iroqning podshohlarini, Shomning, G'asasning podshohlarini maqtab, shularning nəhayət nurg'un mukofotlarga erishib, nəhayət esil, nəhayət bayashat turmushni kechirgan. O'zining ömrünün oxirlarida shu islom bilan musharraf bo'lib, payg'ambarimizni nəhayət maqtab, uzun, nəhayət ko'p ma'nili she'rlari var Rasulullohni maqtagan. Yani Hakim ibn Hizam mushtavirda o'lib ketgan. Hakim ibn Hizam o'zi Qurayshlik savdogar sahoba. Hamda Rasulullohning tunji ayoli Xadija radhiyallohu anhaning akisining bolasi bo'ladi. Payg'ambarimizdan da kichkina tatib do'st, og'aynisi. Bu nəhayət uzun ömür ko'rgan bir sahoba bo'ladi hamda. Ham uning ustiga nəhayət dağlıq savdogar, puldor. Bu kishi 120 yil ömür ko'rgan ekan. Musulmon bo'lgan vaqtda 60 yoshga musulmon bo'lib ketgan. Yani 60 yaş hayatı küfürde, 60 yaş hayatı İslam'da ötken. Tahlilik sahabe. Sa'd ibn Abi Waqqas müştevirde ölüp ketken sahabe. Bu munayet özü Quraysh kabilesinden cennetle bişaret verilgen 10 sahabenin ki birisi muşu. Bu kişi munayet dehşet Müslüman bolgan, İslam'da tunji bolap cihat uruşunu başlagan, yani okuya uruş otunu açkan adam bu hamda. Onundaki Resulullah'ın devrde olsun, ya halifeler devrde olsun, nəhayət nurgun uruşlarda komandan bolgan, bulapım şu Qadisiya uruşu da bu adamdaki töhfesi nəhayət zor. Parislarning şu Qadisiya uruşu da bu adam mağlup qilgan. Mana bu Qadisiya uruşu nəhayət hayat mamatlik uruş İslam tarixidagi. Bu kishi şu Medine'de ölüp ketgan. Medine'de ölüp ketgan. Yani bu adamdaki qabrisini bir Guangzhou'da bir Sa'd ibn Abi Waqqas qabrisi deb bir qabrini ziyorat qilishdi Tungallar. U undaq emas, u nəhayət yolg'on rivoyat. Ammo bir qism arablarning shu vaqtda ham tijorat asosida shu yerga bag'ini ras, balkim Sa'd ismli bir kishi bo'lishi mumkin. Ammo bu Sa'd ibn Abi Waqqas emas. Sa'd ibn Abi Waqqasningki uyi yaqin zaman qadar, hozir qadar bu Sa'd ibn Abi Waqqasning uyi shu nimada Aqiq deydigan bir cho'ng vodiy va jilg'a. Shu yerda qabrisi shu Baqida deb qilingan. Shu Aqiq degan ham vodil Aqiq degan 20 kilometr keldi shu Rasulullohning masjidiga. Shu yerda o'lib ketgan vaqtida shu arug'i so'rab ekilib deb qilgan. Bu kishi ham payg'ambarimizning onasining jamoatidan, Bani Zuhra jamoatidan bo'ldi, Qurayshlarningki Zuhra jamoatidan. Shu munosabat bilan payg'ambarimizga ona taraf tog'isi deb qaraladi bu odamni. Ondan başqa Ansarilardan Abul Yasr. Bu kişinin ismi Ka'b ibn Amr. Bu kişi Hicriye'nin 55. yılı Hazreti Muaviye'nin devirde ölüp ketken sahabemdi. Bu kişi nəhayət yaş Müslüman bolgan. Bu beyat qatnaşqan şu Mekke'de Resulullah'a şu 70 nefer sahabalarning içinde şu beyat qatnaşqan vaqtida. Şu vaqt 20 yaş. Hiç nəhayət kichik. Ondan başqa yani meşhurlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin nevre inisi Qusam ibn Abbas ibn Abdülmuttalib. Peygamberimizin en söyümlük, Müslüman bolgan söyümlük tağısınınki balısı. Peygamberimizge en oxşaydigan chiroyi şundaq bir kishi bu. Bu kishi hem şu devirde ölüp ketken. Nerede degende Türkistan'ın büyük şehirlerden Samarqand şehrida, Samarqand fetih qilish jarayonida şu yerda ölüp ketib, şu Samarqandda dafn qilingan. Qabrisi hozir qadar shu yerda. Madrasat Amirzada degan bir maktab bor, bir madrasa bor. Shu Qusam ibn Abbasning nomida silingan qadimiy Samarqandning eng mashhur kona madrasalardan biri.
Ondan başka bu adamdaki yeni bir inisi Ubeydullah ibn Abbas. Bu mu Peygamberimizin şu nevri inisi buludu. Yani Abbas'ınki balısı. Kim bu kişi şu Medine'de ölüp ketken. Medine'de ölüp ketken. Muaviye'ninki devirde ölüp ketken. Bazıları dep bu. Muaviye'ninki oğlu Yezid'den devirde ölüp ketken dep bu. Allahu alem. Ondan başka Ukbat ibn Amir. Bu kişi mi özü nayet sahabe, nayet şair, faqih. Ömür ibn Aslam şu Mısır'da fethiyelerge, Şam'ni işgal kılış hareketlerine katlaşkan. Şu Muaviye'ninki sepidike ötüken nayet büyük sahabıladı. Hatta Mısır'a vali bolgan, nurgun deniz uruşları katlaşkan, nurgun hadislerini rivayet kılgan. Bu kişininki kabrisi mi Mısır'da. Ukbat ibn Amir mescidi degan bir mescid var Kahire'de. Şu yerge dep kılıngan. Biz Medine'ye kelgan vaqtda Resulullah'ınki qashiga kichiklam kelib, hamma ishlarini tashlab Resulullah'ning xizmatida yollarda bo'lgan. Shunga bu kishi sahobalarning ichida nihoyatda ham xat yoza oladigan, ham o'qiy oladigan, nihoyat bilimlik, ham faqih sahobalar qatorida sanaladi. Undan boshqa eng mashhur sahoba. Har qanday bir hadis kitob o'qisak, Abu Hurayra deb ismli bir sahoba chiqadi. Ko'p hadisni mush kishi rivoyat qilgan deb to'g'ri berdi. Amaliyat shundoq. Bu Hurayraning asli ismi Abdurrahman ibn Saxir, arablarning Davs qabilasidan. Bu kishi ham muhaddis, ham faqih. Bu kishi Hijriyaning 7-yil musulmon bo'lgan, yana oxirgi mezgillarda. Lekin bu kishi musulmon bo'lgandan keyin davomli payg'ambarimizning huzurida qo'sqin bu islom Rasulullohning qishida bo'lgandim deydi. Rasulullohdan hadis o'rganib, Rasulullohning ish izlarini to'plab, mushayatdan nurg'un hadislarni rivoyat qilgan. Bu kishi Madinadagi supa ahli deydigan bir supa bor. Rasulullohning qabrisining oqishida. Shu supada yashagan, uy tutmay hayotida shu masjidning ichidagi supada yetib, qo'pab, davomli Rasulullohning xizmatini qilib, ilm o'rganish uchun o'ziga mushta g'urur, unini dafsand qilib, o'zini xor qilib, ilm o'rganish uchun nurg'un hayotini sarf qilgan, buyuk sahoba. Shunga ilm o'rgangan qarindoshlarga tavsiya qilganimiz bizimizning alovatidan kechmay turib, ilmninki alovatiga qat'iy erishib olmaydi. Bu sahobalar bizga nihoyatda cho'ng ulga. Bu kishi sahobalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan. Ya'ni 5374 dona hadis rivoyat qilgan sahoba. Bu odamninki taxminan 800 dak shagirdi va ayollar. 800 dak shagirdi. O'sha damda hadis anlagan tabi'inlar, boshqa hadischilar 800 shagirdi var. İmam Buxariyli 800'den ortiq depdi. Demek bir üniversitede bu adam bir üniversitenin bir müdiri bo'lgan, bir muallimsi bo'lgan adam. O'sha Hijriyaniki 59-yili o'lib ketib, bu davomli duo qilib turgan bu zot, "Ey Alloh, men 60-yili kelib qolmasin. Men bu kichik baldiroq o'lib ketay. Men bu kichik vallarniki xalifaligini ko'rmay" degan ekan. Bu Allah Taala duası icabet kılıp 59-yilda Hijriyaniki ölüp ketken. Bu yerden bir küçük vallarniki imaretini, hilafetini koymaydigini Muaviye'nin oğlu Yezid'ninki gepini kılmakçı. Yani Yezid'den bir küçük bir bala hem de. Nurgun bilimlik sahabeler durup bu Yezid'ninki halif oluşunu bu adamın konulda yaktılmagan. Demek onun başka nayet nurgun sahabeler ölüp ketken. Qağını tüzümlük düşmülen. Demek muşu dersimizden biz bugün Hazreti Muaviye'ninki devrini, Hazreti Muaviye'ninki tercümali tarihini tüketip bulduk. Allah kalırsa biz hem de Muaviye'ninki oğlu Yazid'ninki devrini ötümüz etti Allah kalırsa. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi